Gapiring. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz musulmonlar. Mana bugun 2025-yil 24-aprel. Sharxonsoy mana haligi. Hovuzga mana baliqlar olib kelib tashlayapti mana. Ko'ringlar. Maşallah, maşallah. Mana baliqlar bor endi. Mana balıqlar. Oh balığı olib kelib tashladik. Maşallah. Endi mas hovuzlarda maza qilib Allah hayırlı, barakatli qilsin aziz musulmonlar, sizlar ham duo qilib turinglar. Birinchi yil endi boshlayapmiz baliq boqishni. Duolasa yaxshi bo'ladi. İnşallah, inşallah. Tayyorlab mana baliq tashladik. Sazanlarni olib keldik, oqib qolib ketdi, mana olib kelib tashladik bugun mana. Ko'tariladimi aka? Mayda bo'ladi. Mana teraklarni ekib qo'ydik mana chiroyli qilib. Bu yog'ochlarmi yo'qolgan? O'sha yog'ochlar qo'yib qo'yashida yem tashlaymiz. Yem bergan joyda metka qilib qo'yinglar. Yo'q. To'g'ri, bu katta ko'l deb tasavvur qilganda. Sizlarga chatma. Bitta g'ishga baklashga bari. Nihoyatda yaxshi joy. Sharxonsoy. Soyni yonida mana suvlarimizni ko'ryapsizlarmi? Haligi nima edi? Haligi o't nima edi? Qarashar. Hali o't nima edi? Svitina. Svitina mana. Svitina o'tlar ham chiqib ko'karib, suvlar mana. Go'nglar solib, ashi dorilarni solib, ohoylar suvlarni sepganmiz. Svitina degan haligi o'tlar ham chiqib qolibdi mana. Suvni qaranglar, ko'hmak. Maşallah, maşallah. Volkamiz baliq bilan shug'ullanadimi? Ha, o'tida bu. Maşallah mana ko'ryapsizlarmi? Baliqlar tashlab oldik. Endi bu yoqqa Allohdan harakat qilib yemlarni beraveramiz. Alloh o'zing barakatli, xayrli qilgin. Mana bir yil endi boshlayapmiz. Shuning uchun endi kanalimizni yangi ochganmiz, aziz musulmonlar. Duoda bo'lib turasizlar. Ha, u narigi tomonga tollar ham ekib qo'ydilar. Ko'rinyaptimi? Sizlar ham duoda bo'lib turinglar, aziz obunachilar, aziz musulmonlar. Sizlardan ozgina yordam, podpiskalarni bosib, a'zo bo'lib, like taymanglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Musulmon odam bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Azizlar, like taymanglar. Kanalimiz rivojlanadi, endi mana shu baliqlarni kemalar tashlab, yem berib, yaxshi narsalarni harakat qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Oldin biz ham unaqa gapga usta emasmiz. Avval oldindan uzr so'rab qo'yamiz, kamchiliklari bo'lsa. Shuni bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Aziz musulmonlar, aziz obunachilar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog'-salomat bo'linglar. Kimlarning mushkullari bo'lsa oson qilib qo'ysin. Dardlari bo'lsa Alloh hammasiga shifolarni o'zi bersin. Musofirdagilarni ham o'zi tinch, sog'-salomat qilsin. Turli ofat balo-qazolardan o'zi saqlasin. Sog'-salomat ishlarni qilib, pullarni qilib, ota-ona bola-chaqasini olib yorug' yuz bilan kelaversin, azizlar. Tinch, sog'-salomat bo'linglar. Yanagi videoda gaplashib ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.